qilib turinglar. Hamma narsangiz o'rnida. Oilangiz, ishingiz, tijoratingiz, sog'ligingiz. Ammo Allohdan to'silib qoldingiz. Qayerdan bilasiz to'silib qolganingizni? Qur'on o'qiysiz, ta'sirlanmaysiz, namozda turasiz, hayolingiz har yerda, qalbingiz g'ofil, zikr qilasiz, qalbingiz halovat topmaydi. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh kelmaydi. Bir tolib eshitdi ustozidan. Har bitta qilingan ma'siyat uchun jazo keladi Alloh tomonidan. Kimga keladi? Mo'minga. Alloh yaxshi ko'rgan mo'minga qilgan xatosiga o'rnida jazo beradi. Keyinroq mana shu tolib bir oyog'i toyildida bir gunohga yo'l qo'ydi, kattagina gunohga. Ustozdan eshitgan, jazo kelish kerak. Kelmayapti. Bir kun o'tdi, 3 kun o'tdi, bir hafta o'tdi. Jazo kelmadi. Shundan keyin duo qildi, Parvardigor, meni jazolamading qilgan gunohimga. Alloh uni qalbiga bir yubordi shu narsani. Uni qalbiga shu narsa keldi. Ey bandam, seni jazoladim, faqat bilmading. Axir menga munojat qilishlik lazzatidan seni mahrum qilib qo'ydim. Sezmadingmi shuni? Alloh bilan aloqasi bor odam uchun eng katta jazo Allohga munojat qila olmay qolishligi, to'silib qolishligi. Bizda yo'qmi shu narsa?